Assalomu alaykum, Cherrohat Aday Master YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan ikkita mashinamiz haqida to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda eng full komplektatsiyadagi 8 Pro Maximiz va eng yangi restyling variantidagi Tiggo 7 mashinamizni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib shu mashinamizdan boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, oldi mordasi, облицовкasi polni yangicha dizaynda bo'lgan. Hozirgi paytdagi 2026-yilgi restyling varianti ko'rib turibsizlar, birinchi pozitsiyasi bo'lganiga qaramasdan panorama lyuklarigacha bor mashinamizni. Eshiklarini ochamiz. Eshiklarda beskulchoy do'stlari, sidinani ko'ryapsizlar, elektrический bo'ladi, abagrev funksiyalari mavjud. Rullari ham ko'ryapsizlar, multi rul. Barlarni ko'ryapsizlar, juda ham bir ajoyib qilingan. Mashinamiz 5 kishilik bo'ladi. 5 kishilik bo'lishiga qaramasdan ancha gabariti katta. Balon razmerlari 18 razmerda bo'ladi. Bemalol tog'lagan, viloyatlarga ham yurishga juda ham qulay. Orqa salonlarini ko'rib turibsizlar, juda ham bir kengina qilingan. Sidinalar koja, podnokotliklarigacha bor. Bagaj sig'imiga keladigan bo'lsak, bagaj tomoni polni elektropaket bo'ladi, ya'ni ochilish, yopilish hammasi elektrический. Zapaska balonlari bor mashinamizning orqa qismida va kengina bagaj. Yopilishlari boya aytib o'tganimdek elektrический bo'ladi. Orqa bagaj sig'imi joyida. Xo'p, kamerasi va zadniyga olganinglarda dachik partronik hamma funksiyalari mavjud bo'ladi. Mashinamizning kuzovi qalingina bo'ladi va atsinkovniy kuzov bo'ladi. Chirishga, ya'ni korroziyaga qarshi sepilgan. Xo'p, mashinamiz bu pozitsiyamiz birinchi pozitsiyasi. 3 ta pozitsiyada mavjud. Hozirgi paytda bu mashinamiz narxi 299 ming so'm bo'ladi. Agar naqdga yoki bo'lmasa avtokreditga oladigan obunachilarimiz uchun hozirgi paytda 25 million foydasi bilan xarid qilishsa bo'ladi. Bemalol. Xo'p, bo'lib to'lash shartlari ham mavjud. Hozirgi paytda 30% boshlanish to'lov qilib turib, 30 oygacha yoki bo'lmasam ko'proq boshlanish to'lov qilib turib, muddatini uzoqroq qilib bemalol bo'lib to'lashga olishsa bo'ladi. Eng kami bu mashinamizni 15% boshlanish to'lov qilib, avtokredit asosida 5 yilgacha kredit rasmiylashtirib bemalol shu mashinamizni haydashsa bo'ladi. Agarda hozirgi paytda akalarimiz o'ylashi mumkin, bizda misol uchun Cobalt bor, Gentra bor. Nima qanaqa yo'l qilsak bo'ladi degan savollarga Cobalt va Gentralarni treyning asosida olib qolamiz. Boshlanish to'lov o'rnida hisoblab, o'rniga yangi xohlagan avtosalon ichida turgan mashinalardan bittasini yoki bo'lmasam xohlagan to'lov usullari bo'yicha bemalol olib ketsa bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimizni ko'ramiz. Ko'rib turgan modelli 8 Pro Max bo'ladi. Hozirgi paytda bu mashinamiz eng zo'r mashinalarimizdan bittasi bo'lib turibdi. Nimaga desanglar, bu eng oilaviy, oilabop mashinalarimizdan bittasi. Ya'ni 7 kishilik bo'ladi mashinamiz. Salonni ko'rib turibsizlar, salonlarimiz juda ham bir ajoyib dizaynda qilingan, ranglari korishniy svetda, panorama lyuklari ham kattagina qilingan. Obshivkaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 3 tali pamyat sidina va akustikasi polni hammasi Sony bo'ladi. Monitorimiz ham juda ham katta, o'zini head-up displeylari bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham juda ham bir ajoyib. Abagrev sidinasi bor, oldida abduh va abagrev funksiyalari ham mavjud bo'ladi. Mashinamizning bagaj sig'imini ko'rsataman, ya'ni bu mashinamiz 7 kishilik bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, orqada qo'shimcha yana ikkita sidinasi mavjud. Bemalol ko'pchilik o'tirib, viloyatlarga yoki bo'lmasam tog'larga, dam olishlarga bemalol haydab ketsa bo'ladi. Xo'p, mashinamiz 2 turbina, ya'ni buni rejimlari ko'proq, 6 ta rejimi bo'ladi. Eco, normal, sport, to'rga rejim va tog'da va loyda yuradigan rejimlari mavjud bo'ladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi примерно 8 tadan boshlanadi. Shahar ichida 9 ta, 9,5 maksimal 10 ta edi. Trassalarda shu 8 ta, 7 ta rasxod qilib beradi. Menimcha bu o'ylayman, bu Godasiga 8 ta rasxod juda ham cho'tki. 10 ta rasxod qilsa ham bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bu mashinamizda turbina bo'lgani uchun propan gaz ustanovkasini qilishsa ham bo'ladi. Propanni navori juda ham ajoyib yurib beradi. Hozirgi paytda bu mashinamizni olish shartlari boshlang'ich to'lov kamida 30% bilan o'zini pulini bo'lib berishga bemalol xarid qilishsa bo'ladi yoki bo'lmasam 15% boshlang'ich to'lov qilib berib 5 yilgacha avtokredit asosida bemalol mana shu mashinamizni olsa bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizning aytib o'tganimdek 3 ta pozitsiyasi bor. Bu eng full komplektatsiya, 480 millionlik pozitsiyasi. Agar mabodo naqdga olib ketaman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, 25 million foydasi bilan bemalol shu mashinamizni xarid qilishsa bo'ladi. Xo'p, bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliqdan Rohatga turishda o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa operatorlarimiz siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot berishadi. Agar keladigan bo'lsanglar, shu manzil bo'yicha bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.